Keksa olimlardan birlari yosh shogirdlariga nasihat qilar ekanlar. Ishlash qobiliyating bor paytda ishlab qol. Bugun men ishlashni xohlayman-u, lekin bunga qodir emasman derkanlar. Mana otaxonlar. Shu ishni qilgilari keladi, lekin quvvat yo'q. Quvvat ketdi. Umrimiz cheklangan. Umrimiz cheklangan ekan, har bir inson umrini qadriga yetib, toat bilan, ibodat bilan o'tkazmoqlik darkor. Qiyomat kunida albatta bu umr haqida so'ralishimizni Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'a khisalin. Qiyomat kunida banda 4 narsadan so'ralmaguncha uni qadami jilmaydi dedilar. Birinchisi an umrihi fima afnahu. Umri haqida so'raladi. Nimalariga sarf qilgan u umrni. An shababihi fima abla. Navqironlik vaqtini nimaga sarflagan? An malihi min ayna iktasabahu va fima anfaqahu. Endi moli haqida so'raladi. Qaytdan kasb qildi, qaytdan topdi-yu, nimalarga sarf qildi? Oxirgisi an ilmihi mada amila fihi. Ilm haqida so'raladi, qanchalik unga amal qilindi? Mana endi hozir shu yerda o'tirganlar amr-u ma'rufni eshitamiz-u, ana shu ilm bo'ladi. Ana shu ilmni eshitdik-u, biz qanchalik o'shanga amal qildik? Ertaga Xudoning huzurida so'ralamiz. Ilmli odam deganda albatta ilm ham hozirgi mana shu o'tirishligimizni o'zi ham hozir eshitib turibsizlar, mana shu ilm bo'ladi. Mana shu ilm amr-u ma'ruf ilm majlisi. Mana shuni eshitib sizlar qanday hayotingizga tatbiq qilganligini haqida ham Xudoning huzurida so'ralamiz. Esdan chiqarmaylik.